Aziz yurtdoshlar, men Fayzli Yangiqo'rg'onimizdaman. O'zimizni Eshon bobo jome masjidining oldida, Novvoyxona oldida. Mana bu savatchani ko'rib, to'g'risi ko'zim quvnadi. Mehr savati ekan bu. Bu yerga mehr savatiga non qo'yib ketishingiz ham mumkin ekan. Muhtojlar kelib bu yerda non olib ketishi ham mumkin ekan. Alloh taolo hadis qudusiyda aytadi: "Ey bandam, sen bergin, senga ham berishadi." Shunaqangi mehrli, saxovatli, qo'li ochiq, ko'ngli ochiq novvoylarimiz bor. Alloh taolo qilayotgan ihsonlarini eng chiroyli qilingan go'zal amallar qatorida qabul qilsin. Biz Yangiqo'rg'onimizda bunaqangi saxovatli insonlar ko'p. Men to'g'risi like bosib, respekt deyman novvoy akalarimizga. Alloh hammalaridan rozi bo'lsin. Manzil Eshon bobo jome masjidi oldida mehr savati. Kelib bemalol tortinmasdan kelib non olib ketishimiz mumkin ekan.